Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Toshkent viloyati bolalar kutubxonasi axborot resurslari va texnologiyalari bo'limi tarafidan yaratilgan ushbu modul savol va javob dialogi tarzda tuzilgan bo'lib, tinglovchi uchun har xil mavzularda qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etadi. Assalomu alaykum Madina. Suhbat boshlashga tayyormisiz? Va alaykum assalom. Sardor. Albatta, o'zingizni qiziqtirgan savollarni berishingiz mumkin. Qanday yordam bera olaman? Falsafa haqida Forobiy, Platon, Aristotel, stoiklar, epikurchilar, xristianlar qanday fikrda bo'lishganini aytib bera olasizmi? Ha, albatta aytib bera olaman. Falsafani fan darajasiga olib chiqqan Platon uni mavjudlikni, mangulikni va doimiylikni bilish, Aristotel narsalarning sabablari va asosiy tamoyillarini tadqiq etuvchi fan deb bilgan, stoiklar uni nazariy va amaliy tafsilotlarga intilish deb, epikurchilar unga aql vositasida baxtga erishish yo'li deb qaragan. Forobiy falsafani hikmatni qadrlash yoki fikrlash san'ati deb bilgan. O'rta asrlar xristian falsafasida u tabiiy aql nuri vositasida erishiladigan dunyoviy donolik deb ta'riflangan. Rahmat, Madina, filosofiya haqida gaplashib oldik. Endi men sizga o'zbek adabiyoti haqida savollar bersam bo'ladimi? Ha, albatta, Sardor, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlar haqida savollar berishingiz mumkin. Alisher Navoiy kim bo'lgan? Alisher Navoiy buyuk o'zbek shoiri, mutafakkiri va davlat arbobi bo'lgan. U Hamsa deb ataluvchi 5 doston muallifi hisoblanadi va Chig'atoy eski o'zbek tilida yozgan adabiyotning asoschilaridan biri hisoblanadi. Madina. Boburnoma asari muallifi kim? Boburnoma asari muallifi Zahiriddin Muhammad Bobur bo'lib, u shoir, sarkarda va davlat arbobi bo'lgan. Ushbu asar tarixiy memuar janrida yozilgan. Layli va Majnun asari kim tomonidan yozilgan? Layli va Majnun dostonni Alisher Navoiy yozgan. Bu doston mashhur ishqiy qissalardan biri bo'lib, Navoiy uni o'zining Hamsasiga kiritgan. Abdulla Qodiriyning mashhur asari qaysi? Abdulla Qodiriyning mashhur asari O'tgan kunlar bo'lib, u o'zbek adabiyotidagi ilk tarixiy roman hisoblanadi. Tushda kechgan umrlar asari kimga tegishli? Bu asar Abdulla Oripov tomonidan yozilgan. U o'zbek adabiyotining taniqli shoiri bo'lgan. Madina. Hamsa nima ekanligini tushuntirib bera olasizmi? Hamsa arabcha so'z bo'lib, 5 degan ma'noni anglatadi. Adabiyotda esa bu 5 doston to'plami bo'lib, Alisher Navoiy uni yaratgan. Hayrat ul Abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Saba Sayyor, Saddi Iskandarik asarlaridir. Bo'lib o'tgan suhbat sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi suhbatlarda ko'rishguncha. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.